Assalomu alaykum, Vodiy Chorva kanalining hurmatli obunachilari va YouTube kuzatuvchilari. Mana bizdan ko'pchilik so'ragan Andijon qora jo'jalarini 2 oyliklari 90% makonlari inshaalloh kimga zarar bo'lsa, akalar video tarqatib qo'yinglar. Andijon qora jo'jalarini 2 oyligini olmoqchi bo'lgan akalarimiz uchun tavsiyam mana xudo xolisa to'g'ri bo'lib qoladigan variantidan keldi. Xudo xolisa mana ishonarli bitta o'zimiz reja bergan akamiz bor edi. Shu akamizdan oldik, qaytarib. Kim mana hamkorlikda ishlamoqchi bo'lgan aka-ukalarimiz bilan hamkorlikda ishlayveramiz. Sutishni jo'jasini 2 oy kutib turadi, 2 oydan keyin beramiz. Sutishni jo'jalarimiz narxlari 7000 so'mga chiqib ketdi. Shuning hisobiga Andijon qora jo'jalarimiz narxlari ancha ko'tarilib ketdi. Aybga buyurmaysizlar. Bu yerda hozirda xuddi shu to'g'imizdan Andijon qora jo'jamiz 2 oyligidan Например, 700 tacha bor. Yana xudo xolisa 1,5 mingtasi tayyor bo'lyapti. O'tgan safargalik 1700 talik sotganimizni undan keyingi partiyasi shunga zarar bo'lsa mana sog'lom hamma vaksinalari bo'lgan variantidan sotuvga chiqaryapsiz. Xudo xolisa bularimiz narxlari oldin narx arzonli paytda 4000 so'mlik paytda, jo'jani arzonli paytida 30000 so'mdan chiqarganmiz. Bularni 37000 so'm qilib beramiz. 90% makon ishonarli, garantiyali sotuvga e'lon qilamiz. Xudo xolisa yoqqanini kelib monosini berasiz desangiz, xuddi shunisini 37000 so'mdan qilib beramiz. 1 kilo jo'jani 7000 so'm olib 1 oy, 1,5 oy, 2 oy bakdan yaxshimi yoki shu jo'jamizni shunday olib 3 oydan keyin tuxumni kirgizib olgan yaxshimi? Yaxshi masala 3 oy, 3,5 oyda tuxumni kirib ketadigan variantidan kerak bo'lsa, akalar sizlarga tavsiya qilib qolaman. Idealni mana zo'r varianti. Mana pastdan oladigan bo'lsam, o'ta katta ko'rinadi, lekin men sizlarga yaqqol ko'rinib turishligi uchun har doim tikka turib, hech qachon jo'jani tagidan olmayman. Keyin kelganingizdan keyin hali katta ko'rinadi-da sizga telefon. Keyin kelganingizda sal kichikroq ko'rinsa, "Men nimaga bu kichkina demaysizlar-da?" Mana bunday qilib oladigan bo'lsam, ko'ryapsizlar, qanaqa katta ko'rinadi, hurmatli obunachilar. Men sizlar uchun qo'limdan kelgancha mashina tikka turib olib beraman har doimgidek. Aldanib qolmasliklari uchun chiroyli tarzda tikka turib yurgan holatini, yeyotgan, ichayotgan holatlarini, idealni variantini qilib olib beraman. Xo'p, hurmatli obunachilar, mana sizlarga zo'r eslatma, zo'r taklif beraman hozir. Buni esdan chiqarmanglar. Mana tashqarida, ayniqsa Qo'qon, Toshkent, Samarqand, Buxorolarda rosa shabada bo'lyapti. Yomg'ir yog'yapti. Shu paytda hamma dimoxodlarni yopib, maksimum yopib olinglar, chunki bu shabadada har xil kasallik keladi. Oddiygina odamga ham qattiq kasallik kelib qolishi mumkin. Shu variantida dimoxodlarni bir tomonlama qilib shuni yopib olsanglar, mana qilib bitishga qo'yib qo'yinglar jo'jaxonalarga. Kasallik ancha-muncha kelmaydi shunda. Lekin shunaqa bitishkalar qo'yni ochiq bo'lsa, kasallik o'ta qattiq keladi. Qanaqa kasallik kelganini bilmay qolasizlar. Chunki shabadada har qayerdan kasallik keladi. Hozir u yomg'ir yog'ib bosyapti ancha-muncha kasalliklarni, lekin quruq shabada bo'lgan paytda iltimos sizlardan shunaqa jo'jaxonalarni iloji boricha yopib qo'yinglar. Salafan bo'lsa ham tashqariga saqlasanglar ham. Xod mahnaqa jo'ja bo'lsin, xod 150 marta vaksinalangan bo'lsin, lekin yopib qo'yishni tavsiya beraman. Katta tovuqqa ham 1000 marta vaksina bo'lganga ham baribir kasallik keladi. Har kabi shamollab qolishi mumkin. Eng yengil varianti shamollab qolishi bo'ladi. Xo'p, hurmatli obunachilar, sizlarga e'lon qildik. Tanlov o'zingizlarda, xohlasanglar aytganimdek 7000 so'mdan 1 oylik jo'jani 1 oy, 2 oy kutib olsanglar bo'ladi. 7000 so'm narxlari xohlasanglar 1 oylik varianti bor. Uni olsanglar bo'ladi. Xohlasanglar 37000 so'mdan shu jo'jamizni olsanglar ham bo'ladi. Kimga zarar bo'lsa, bemalol pastdan nomerlar qoldiramiz, aloqaga chiqinglar. Sizlar bilan kanalda admin Muhammatoy bo'ldi. Keyingi videolarda ko'rishguncha xayr, salomat bo'linglar. Videolaringizni kamchilik xato bo'lsa uzr so'rayman. Videoda shunaqa Andijon qora jo'jalarni 2 oyligini boqib, birdaniga o'limdan chiqqanini boqmoqchi bo'lgan aka-ukalarimizga video tarqatib, kanalga obuna bo'lib, videodan like tugmachasini bosib, kanallarga tarqatib olinglar videoni. Keyingi videoda ko'rishguncha xayr, sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.